Assalamu alaikum. Dünyanın her kaçıyla yaşayotgan muhterem vatandaşlar, fidoyilar, ekrana hoş geldinglar. Bugun diqqatingizga yana Mevlon Yasin afandining taqdim qilishida yangi bir program sunamiz. 2026-yili bir qonun loyihasi e'lon qilinib, bu orqali Xitoyga qattiq jazo berish qaror qilinganligi to'g'risida Donald Trumpningki turtisidan xabarlar o'ttirib chiqqan ekan, mushaqdagi izlanishlarni tüplab chiqib, xalqimizga sunay debdi. Mevlon Yasin afandim harimas ziyolilarimizdan birisi. Bu aloqa palonchi qilib turdi, pistonchi qilib turdi degan ong tushunchadagi ham xiyollarimizga bo'sh bo'lib qolmasligi uchun eskartimiz. Donald Trumpning bu xil qarorlari Xitoy bilan bo'lgan diplomatiya munosabatlarida o'zining foydasi uchun chiqarilgan bo'ladi. Qadlaqto biz uchun g'amyab qilingan emas. Buni bir eskartili. Faqat bilib qo'yish tegishli narsa nima desa, dushmanga nima foydali, nima ziyonli, qanday havo klimati shakllanyapti siyosatda va yoki boshqa jihatlarda bundan xabardor bo'lish o'zini vatanini suydigan evlatlarının kelgüsünden g'amini qiladigan insonlar uchun izlanadigan bir ko'znakning birisi. Shuning uchun ani kallamizga aniq silib oladi, falonchi, po'konchi bizga ma'ni qilib turdi, etib turdi emas, uning qiyig'ini hozir bizga foydali qilibdi, dushmanga ziyonli qilibdi degan shaklda qarashni, tushunishni, tahlil qilishni o'rganaylik qarindoshlar. Ekranimizda Mevlon Yasin afandim. Mevlanka hoş geldiniz. Aleyküm selam. Ahvalın yaxşı tursa, hammalarga işat almışlar. Hammalarga ekranda ko'rgan hammalarga salom mendan. Sana yan bir qitim ekranda berganing ko'p rahmat. Abay deb o'tganing nay to'g'ri. Shuni hammamiz diqqat qilsak bo'ldi. Amerika hukumati bo'lsin, Yevropa bo'lsin, qanday bir davlat bo'lsin, bir qonun, bir strategik tuzganda Uyg'urlar ularni xiyolimi yo'q. Uyg'urlar bir peshkining roli yo'q bu yerda. U bir o'zining davlatining manfaatini, umumiylik strategiyasini asos qilib turdi. Uyg'urlarning endi yaqinda Xitoy bilan Amerikaningki raqobati kuchlangandan keyin bu yerda Xitoyga nomer berish to'g'ri keldi. Xitoy bir 30 yil oldida Gollandiyaning GDP'si Xitoydan chiqdi. Üstündü. Hozir Xitoyning GDP'si Gollandiyani 20 qatlab yetdi. Dunyoda harbiy kuchi kuchaydi, iqtisodiy kuchaydi, o sistemlik ishlab chiqarish zavodlarini qurdi. Dunyodagi eng chong portlarni qurdi. Hozir dengiz armiyasi dunyo bo'yicha eng Amerikadan qarshi ikkinchi 3 avion makkani ishlab chiqadi. Bularning ichida Xitoylarda 200 millionga yaqin oliy maktab bitirgan ziyolilari bor. Bularning odam mutaxassislari intayin kuchli. Bularning dunyo hamma yerlarga shu dunyoning hamma yerlardan ilm fan texnikalarni o'g'irlash uchun avatgan jasuslari munavvar ish qilyotdi. 30 yil 40 bunday aytsak 30 yilning ichida g'arb davlati necha bosgan yo'lni bosdi. Shuning uchun Xitoy mushu daraja kelmagan bo'lsa, Amerika alohida bir qonun chiqarib uningga taqobil turman demaydi. Shuning uchun bu yerda Xitoyning bir tanqidlab turib, Xitoyning qozongan natijalarini bu bir oson dushman emasligimizni his qilsak bo'ladi. Xitoyning nima qilganda mana Xitoyning uningdagi ularning vatanini, ulardan nayt kuchliq bir ilhamlangan Gumsandangning millatparvarlik shuari bor. Biz dunyoning aksi bo'lamiz. Amerikani yib o'timiz. Yaponni akab bizga bosh egdirmiz. Biz dunyoning g'o'jisi hech kim emas. Bu intayin kuchli vatanparvarlik shuar. Buni chet eldagi demokratiya anjumuncha ziyonlar u Xitoyni tanqidlab turgan bilan Xitoylar 90% Xitoylar buni qo'llaydi. Bu vatanparvarlik xuddi har qanday millat o'zini ilhamlandırgan şuar bak Xitayların azaldan bayniyan 100 yıllık plan.
100 yıl içinde dünyanın akısı bulunmaz. Hemmini bular kılıvatıdı. Şuna Amerika bile hazır Amerika onunla sel karaydıgan desmis kalmadı. Şu banadan Amerika bu planını Xitayga takabül için şunda qattiq chiqadi. Yani biz Uyg'urlarga mush Xitoy qarshi bo'lgan barliq kuchlar biz uchun aktiv omillar. Shu nazardan biz buningdagi nimani o'ttirib qo'ymaymiz. Endi bugun men so'zlamoqchi bo'lgan narsani boshqa yerda anglamaysizlar. Men sizga deb qo'y. Bu 3000 betlik qonun. 3000 betlik. Onundan başqa qo'shimcha uni tushuntirgan yana 400 betni ortiq material bor. Masalan, sezgir texnika deb ashunga cheklaymiz desa, o sezgir texnika degan nima? Shuning uchun men buni o'qib, buni oyini akirib, yordamga chaqirib yurib, mushtaqli tayyorlik qilib sizlarga bu bir 2 soatlik birini 3500 betlik narsani o'qib, 2 soatlik birini nim qilishga zo'r vaqt ketdi. Shuning uchun kamchiliklar bo'lsa bo'ladi nurg'un. Ammo sizlar nim qilgan vaqtinglarda masalan Amerika qonunida deychi Mavla Yasinning deyishicha mandaq debdo deb ishlatsanlar bo'ladi. Men uning kapolat qilaman. Men uni degan gapimning asosiy hammasi bor. Shuning uchun uningdagi bir ikkinchi bilsizlar. Bu ishni bu qonunning so'zi degan nayt murakkab bo'ladi. Elə odat so'zlaydigan gapni demaydi, ular g'ayriy bir tilda so'zlay yozadi. Shuning uchun buni xeyli inglizcha yaxshi odamlar o'qib tushunmaydi. Uni keyin to'lg'ini olgan shaklda yozamda. Nayt o qonun degan so'zni mandaq qilsin bo'ldi deb yozadi. To'g'rimi? Elə burun bir gap bor. Xitoylarning nimasi ichida Xitoylar deydi, sen bir odam bir savol so'rasa, uningga qo'shilib beshingni mandaq lingshitma deydi Xitoylar. Ya uningga rad qilib mandaq lingshitma deydi. Mandaq qilgin deydi. Bu Xitoylarning tarixiy Gong Ting Shu deb qo'ydi, podshoh o'risida gap. Har qanday odam savol sorsa, ashunda qilsang bo'ldi deydi. Bu qonunni shu ularni men yishib, mush ommabop tilga aylantirib, o qonunning parim-par bo'yicha 3000 betlik qonunni bular 8 bo'limga bo'ladi. Har bir bo'lim 10-20 bobga aylandi. Har bir bob nurg'un paragraf bor. O paragraflarning ichida 1, 2, 3, 4 deb numur bergan nurg'un. O numurlarning ichida yana A, B, C deb har birisiga bergan mushundaq ketgan bir narsa, shularni yig'ib nim qilgan narsa, men sizga ekronni avatgandim bordi deyman. Birinchi betni chiqarsangiz. Birinchi beti bu qonunninki. Mana bu qonunninki birinchi betini ko'rsanglar bo'ladi. Mana buni inglizchada National Defense Authorization Act for Fiscal Year 2026 deb olgan. Ana tujinda. Endi meyada men buni qonun deb oldim. İngilizchada ikki gap bor. Biri act, biri law deydi. Endi law degan biz odatda davatdan qonun. Masalan, uni hukumat, davlat bekitdi. Hammamiz shuningga mayli qandaq hukumat bo'lsa, uningga bo'ysunamiz. Masalan, qatnash qonuni. Hammamiz mayli qandaq hukumat bo'lsa, dunyoga nega borsak, uning bo'ysunamiz. Qizil chiroq chiqqan to'xtaymiz, ko'k chiroq chiqqanda mangimiz, yeshil chiroq chiqqanda ostilaymiz. Masalan, uningdan ma akt deganni Uyg'urcha buni tüzüm, qayda desem bulamdı, uqmudim, men hozircha qonun deb tarjim qilib turdim. Bunun qonun deb tarjim qilib qo'ydim. Chunki bu ma'lum hukumatninki, masalan, hozir Trump hukumatninki Xitoyga qarta chiqargan bir xil siyosatlari. Bu siyosatlari endi siyosat degan Amerika hukumat chiqarib qo'ydi, uni qanday qildi hukumatning ishi. Bu qonun aralashdi degan so'z bu Amerikaning parlamentidan o'tdi. Parlamentda o'tgan narsani bu qonun. Manda isak bo'ldi, buni akt deb olgan, bu akt degani alayda ma'lum davrdagi bir qonun deb olamiz. Shunga men buni qonun deb olayverdim. Alaydan tadqiq qildiganlar mushni qilganda boshqa yerda olsanglar bu o'zinglarningki
Sözü, tövende bu 2026 yıllık devlet müdafiə hukuk kanuni dep tercüm kıldım. Tövende ben kanun dep kıskartıp sözleyme. Tövende kanunu ilan kıldı. Masla kösetinin birinci biti. Bunu benim neçe ay vaktim ketdi aldırma inay AI Uygurca AI deymiz de. AI bulmagan bolsa, maң bun intayin kıyın toxtatdı. AI'nin çok yardımı buldu. Bulan kıskarttı. Müşkittayın münasibetlik məzmunlarını tartıb çıkıyor. Bu jarayanda Amerika'nınki bir neçe kanallardan bu kanunga bergen analizlerini, siyasetçilerin analizlerini anlap çıktım. Onunki Xitayning mesela Tayvanning ilaqi Guanjian Shika deydi, Sango Yenyi deydi kanallarımı bu kanun doğruluk ularninki köz qarashlarını siyasetçiler analiz qilib bularni anlap çıkıp hemen bugün sizlarga mushuni bir imkoniyat bor ommaboptog'da bu qonun nima demoqchi bo'lyotidi. Men oldingi 8 bo'limga bo'ldi. Men shu bo'lim qayta bo'yicha sizlarga bir qur tushuntirib o'tgida, lekin bir yozmoqchi bo'lsanglar bir yerda Mavlo Yasinning aytgani bo'yicha 2026 yillik Amerika mudofaa qonuni mandaq debdi deysanglar bo'ladi. Men uning kapolat qilma, uchurning to'liqi men uning dalil beraman. Amerika parlamenti 2026 devlet müdafiə kanunu. Şunun bilan mani əvətdim. Mən imkaniyat bolsun deb bir qədər təfsili yazıb ekranga saldım. Mən sizlərninkin nima qilishinglarga bolsun deb sal tüvən düşürün şunu. Sal tüvən ekranını. Maşu tüvən aşı düşürün birinci paragrafını. Mana müşahid bolsun mən toxtub qoyum mana. Amerika parlamenti 2026 yıllık devlet müdafiə hukuk kanunini ilan kıldı. Tövende kıskartıp kanun depla atayımız. Bu bir adetki müdafiə çıkımı kanun layihəsi emas. Belki hərbi, iqtisad, texnika, axbarat sahəsindən tartıb bütün dünyaya təsir göstərdiğən, Xitayını umumyüzlük qorşalğa alıdığan tüzüm katlamında tünce qitim Xi Jinping ve Xitayning eng yuqori qatlamidagilarini bevosita nishon qilgan davlat darajalik taqobul turish loyihasi. Bu 900 batda, nima faqat 3000 batda ortiq. Bu qonun 900 milyard, 9 milyard dollar harbiy xarajat, Xitoyga mablag' silishni butunlay cheklash, ta'minlash zanjiri sistemni Xitoydan ayirish, Tayvanni to'liq qurollandirish, hatto Xitoyning yuqori darajalik rahbarlarining boyligini oshkorlash, bular bo'lsa bu huquq qonunining yadrosi. Bu huquq qonun Amerika bilan Xitoy munosabati strategiyalik raqobat doirasidan olib, buni strategik raqobatchi deydi. Devlet darajalik boshma-bosh so'qish bosqichga kirganligini bildirdi. Buningdan bir chetdan biz mush gapdan bo'lsak bo'ldi. Bu Xitoyningki bu xil kuchli Amerika mushundoq yetganligidan ta'sir berim. Bu suhbatda men bu qonunni 6 bo'limga bo'lib tushuntirib o'tay. Birinchi bo'lim. Amerika Xitoyga qarshi uzun muddatlik tayyorlik holatiga rasmiy kirdi. Buni men tuanda bir ish kuchda birinchi harbiy ish haqqi 4% o'stirildi. Harbiy ishdan o'stiryotdi. 4% o'stirildi va o'stiryotdi. Askar manbasini to'liq turaqlashtirish. Buning orqali Amerika askar manbasini turaqlashtirish. Ikkinchi, uçquchisiz aeroplanga qarshi sistemlarni umumyuzlik kengaytirish. Hozir uçquchisiz aeroplan degan 20-30 ming dollarga bo'lib bir davlatlar vayron qiladigan bo'ldi. Buningga qarshi turish. Uchinchi, boshqarilgan bombadan misoli Xitoydan keladigan bombadan mudofialanish sistemasi. İngilizce Golden Dome deydi, Uygurca altın gümbezni o'rinlashtirishni tizlashtirish. Bu qonunda tizlash. Altın gümbez bunda bütün devletni qamab turgan. Avstraliyada bor. Avstraliyaning nemisini altın gümbez deydi ular. Angaşqa bu da masalan İranlar shunda asımı 80-90%ni itib tushirib bardi. Nayt az kiryotdi.
To'rtinchi, yadro qurolini zamonaviylashtirish programmasini umumyuzlik tezlatish. Bu Trump'ning. Beshinchi, kelgusi 2 yilda Ukrainaga 800 million dollar qo'shimcha harbiy yordam bilan ta'minlashni davomlashtirish. Bir cümle bilen yığın çaklığında Amerika harbiy sanoati Xitoyni qiyosdagi dushman qilgan uzun muddatlik holatga butunlay o'tganligini bildirdi. Buningdan biz hammamiz bilsak bo'ldi Xitoyning qanchalik kuchayib ketganligini. Amerika hozir shu darajaga ular Xitoy chin turmasa bo'lmaydigan darajaga yetdi. Tuvalletine. Birinci bölümünün birinci bölümünün ikincisi. İkinci bölümde Türk kanun layihasi Xitoy için layihligandek tuygu berdi. Ben okup çıktım. Bu 300 betlik kanun layihasi Xitoyni 300 qitimden artık tilga aldı. Şu kanunun hesaptan. Mesela Xitoy, China degeni 170 qitimden artık tilga algan. Cumhuriyet Halk Cumhuriyeti PRC'ni 90 qitimdan ortiq olgan. Cumhuriyet Chinese'ni 80 qitimdan ortiq olgan. Ortiq til ilingan mush qonunda. Amerika parlamenti tarixida mudofaa qonun loyihasining bundaq yuqori chastoti ve kuchlik holda birla davlatni bundaq nishonlashi intayin az uchraydi. Yo'q desak bo'ldi. Bu kanunluk halda Xitoyga 3 markini çapılğanğa beraber. Birinci, yani Xitoyni asaslık stratejiyalik raqobatchi qilib bekitdi. Endi bilsizlar, xalqaro tilda raqobatchi degan shu dushman degan gap bunda deydi. Dushman qilib bekitdi. İkinci, yani ben yetib qo'ymaydi. Xitoyni barliq doira ve soda qarishliq objektiv qilib bekitdi. Bu diplomatik, siyaset, iqtisod, tanqiqa hamma soatda objektiv qilib, qarishliq objektiv qilib bekitdi. Uchinchi, Xitoyni uzun muddatli qurilma tahdid deb bekitildi. Uzun muddatli. Bu Amerika Xitoy raqobati siyosiy darajalik tirkishishdan qonun darajalik tirkishishga ko'tarilganligidan derak berdi. Ben de üçüncüye kelayli, aşağı tutsun, ben çoğun üçüncü. Gayet çoğun üçüncüye benimle içinde yanı nurgun kiçikleri bacımınla, ben aşı nimbo içi ketip varım. Üçüncü, Xitoyga məbləğlilişini umumyüzlük çekleş. Bu kanunun körsətkisi. Maliye Ministerligi her qandaq şirketni Xitoy bilan savdo qilishni bevosita veto qilish huquqiga erishdi. Vetoni bilmasa, veto degan rad qilish degan gap. Burun bunda qonunga bu Maliya ministriga bundaq nimani hech qachon berib boqmagan. Buningdan keyin yuqori xatarlik Xitoy texnikasi, men dekadinglar high risk technology deydi. Yuqori xatarlik degani Helaqa buzg'unchilig'i nihoyat cho'ng nazariyaga munosabatli nazariya va kuchiga ega texnikalarni deydi. Masalan, atom bomba, AI, mushu nurg'un mushundaqlarni yuqori xatarlik Xitoy texnikasiga armiya va xalq tang ishlatadigan kasblarga, armiya va xalq degani Xitoylar nurg'unlarni bu xalqni ishlatib deb turib harbiy ishini qiladi. Buni Xitoylar Jiming Hoyong deb qo'ydi. Bunu armiya ve xalq tang işlediğin kesiplerge kuzatish, AI yerim ötküzgüç, biotexnika qatarlıq pen texnikalar Xitoy bilan savdo qilishdan burun cho'qim Amerika Maliya Ministerligiga ma'lum ve doklad qilishni majburladi. Bu Xitoyga salmoqchi bo'lgan kapitallarga qo'llanilgan cheklama burunqi məsləhət dərəcədən, avval məsləhət qılatdı, bulamdı, bulmamdı deb, hazır məcburi dərəcəyə ötkənligini bildirdi. Çəkləndi, qınmaysa bu qanunga aralashtirib etdi. Burun bu qanun bo'lmagandan keyin bular kongresslarga parlamentlik odamlar qilib məsləhətçi manchilik qilsan oldu, manchilik qilmas məsləhətdi, bu məsləhətni yo'qitib etdi.
o'tgan bu majburga o'tganligini bildirdi. Amerika Xitoy o'rtasidagi iqtisodiy ayrilish hamda bozor tanlashish emas. Burun bozor tanlashib ayrılishyapti seninkin men. Balki hukumatning buyrug'iga aylandi. Hozirda burungi bozor savdo munosabatida hukumatning buyrug'iga aylandi. Tuan mishat tusuma 4-mishatga. 4-chi Xitoy Amerika'nın mudofaa ta'minlash zanjiridan sistemlik siqib chiqarishni markaz qildi. Etdi, tutunlay chiqarib etamiz dedi. Ta'minlash qatlamda, yani inglizchada buni dimension deb olgan, ta'minlash o'lcham deb olsanglar bo'ladi. Ta'minlash qatlamda bu qonun loyihasining Xitoyga qartilgan so'zlari ilgirgiga qaraganda texmo kaskin. Buni atvan 2da. Birinchi 4-nji ishindagi birinchi ikkinchi. Birinchi Xitoyning harbiy yoki bexatar apparatlari bilan shug'ullanadigan Xitoy GIN. GINni bilmasa biz hozir GIN tartibi va biotexnika korxonalarini butunlay man'iy qilish. Ikkinchi Xitoy bilan bo'lgan har qanday harbiy yoki axborot setilish to'xtamini bekor qilish. Misoli. Xitoy ishlagan kompyuter, printer, ko'rsatish uskunalari, bizning ekranlarga o'xshash, oliy darajalik batareya, fotovolt moduli, halqliq mineral materiallar. Bularni butunlay chekladi. Bu Xitoyda yasalgan Amerika mudofaa sanoat sistemasidan chiqarib etilganligidan derak berdi. Bahasının Xitoyning malining bahasının qanchalik tuvan bo'lishdan yoki iqtidorining qanchalik yuqori bo'lishidan qat'iy nazar Xitoy orqa ko'rinishi bo'lsa darhol chiqarib etishni buyurdi bu qonun. Endi 5-nji birinchi bo'limning birinchi bo'limda sal tuvaletine ama 5-nji sal tuvaletine 5-nji bana 5-nji bu qonun loyihasida mundaq yozib aniq ko'rsatilgan. Xitoy Hindi Tinch okean rayonidagi asosli strategiyalik raqobatchi. Bu qonun Amerika Davlat Mudofaa Ministrligini Hindiston bilan bo'lgan yangicha harbiy hamkorlikni ilgari surishni oldingi o'ringa qo'yish bilan bir vaqtda Yaponiya, Koreya, Avstraliya, Filippin, Tayland va Yangi Zelandiya bilan bo'lgan aloqasini davomli cho'nqurlashtirishni talab qildi. Buningdagi maqsad kristal aniq. Birinchi va ikkinchi orol zanjiri o'rtasida Xitoyni uzun muddat qamal qiladigan harbiy tor barpo qilish. Xitoy shu orolni bosib ketman deydi. Tayvanni olman deyishning asosiy bir maqsadi shu. Bu Amerikaning Xitoyga qartilgan manevr xarakterli tahdid emas. Hozirgacha Amerikaning Xitoyga ilib borgan tahdidlar asosiy manevr xarakterlikdi. Balki oldidan o'rinlashtirgan urush davri qurilmasi. Kitobda qonunda war structure deb qo'ygan qurilmasi. Bu da anim qoldi. 6-njiga ko'rsatgan 6-njiga. 6-nji Tayvan masalasi bu birinchi bo'limning 6-nji strategiyasi, birinchi bo'limda. Tayvan masalasi bu qonun loyihasida alayda yuqori o'ringa ega. 2026-yili moliya hisobida Tayvanning bexatarlik ehtiyojini qamdash uchun maxsus bir 1 milliard dollar mablag' ajratdi. Buni tuangi 3ga bo'laman, mana bu 6-ning ichiga birishga. Biri bu davolash jiddiy sistemasi, urush jarayonidagi jiddiy sistemasi va urush talafotlarini bartaraf qilish. G'ayri simetrlik mudofaa asliyaları g'ayri degani muntizam bo'lmagan suvni zaharlab etish, odamlarni har xil o'ldirish, bunda urushlar deydi. Havo mudofaa va uchqusiz aeroplan sistemasi birlashma harbiy manevrni
qiliblashtirish qatorliqlarni o'z ichiga oldi. Mana bu birinchisi bu davatgan ciddi sistem muşlarni o'z ichiga oldi. Ikkinchi, bu 6-bölümning ikkinchisi. Buningdan ki halqılık nokta shuki, Amerika bilan Tayvan buni darhol yo'lga qo'yib, birlashma uchquchisiz sistemlarni o'rinlashtirishni va Tayvan buni darhol yo'lga qo'yib, birlashma uchquchisiz sistemlarni o'rinlashtirishni va birlashma uchquchisiz sistemga qarshi turish programmasini tez yo'lga qo'yishni jiddiy ta'kidladi. Hamma uchquchisiz sistemni qilish, hamma shuningda mudofaa qilish, buni qanday qilish to'g'risida Tayvan bilan buni jiddiy yo'lga qo'ydi buni. Sal tuvallang, 3-si keldik, 1-bölümning sal tuvallang. Men jiqroq amina men shu imkoniyat bor, buni tafsili yozib chiqdim, keyin ishlatilganlar bo'lsa, mishad bo'linglar. Endi bu qonun masalasi, jidal masalasida qiziqarli emas, lekin buningda nihoyat foydalanishga tegishli narsa. 3-chi, Tayvan bilan birlikda Tayvan bo'g'izidagi to'qinishga mos keladigan supalarni birlikda taraqqiy qildirishni, texmo tez amallashtirishni ta'kidladi. Bulardan shuni bilalaymiz, bu Tayvan bilan bo'lgan munosabatni an'anaviy ma'nidagi qurol setishdan halqib, ittifoqdoshlik darajasiga birlashishga hal qildi. Tayvan masalasi Uyg'urlar uchun nihoyat muhim masala. Masalan, Tayvanni Xitoy ishg'ol qilib kelsa, bizning Uyg'urlarning mustaqil harakatimizga intayin zo'r zarba bo'ladi. Tayvan mustaqil bo'lib ketsa, bizga foydasi bo'ladi. Shuning uchun Tayvan masalasi bizni doim bizga sajgur masala. Bizga sajgur masala. 7-chi keldim, 7-bölümning 7-chi ana turibdi, bu qonun loyihasidagi eng sajgur nuqta bo'lsa, Amerika Xitoyning yuqori darajali rahbarlarining boyligi to'g'risidagi dokladni e'lon qilishni o'ttirga qo'ydi bu qonun. Bu qonun loyihasidagi taklif bo'yicha bu qonun loyihasi kuchga ega bo'lgan 1 yil ichida, hozir bir necha oy bo'ldi, 1 yil ichida Amerika Davlat axborot idorasining boshlig'i, Davlat tashqi ishlar ministri va Davlat mudofaa ministri birlashib hukumat to'rida, Amerika hukumat to'rida tuandagi Xitoylarning boyligini oshkorlash kerak. Birinchi, endi qilmamdi, uqmaymiz, bu endi qonunlashdi. Kongress parlament o'tganki buni qilish to'g'ri keldi. Birinchi, Xitoy Kommunistik partiyasining bosh kotibi Xi Jinpingning boyligini. Ikkinchi, siyosiy byuro doimiy komiteti a'zolari va siyosiy byuro a'zolarining chet eldagi mulki va moliya ishlari. Bularni oshkor qilish kerak. Xitoychilikqa jinjuji chongwei jinjuji deyilgan ishlar. Ashlarning Xi Jinpingningini hamma boyligini Amerikaning hukumat to'rbiyida e'lon qilish. Buni o'ttirib qo'ydi. Ya'ni buni qonunlash. Buni Xitoyga e'lon qil demdi yoki o'zi inoqlab chiqib Xitoy xalqini bildirish, ma'lum vaqtlantirish uchun qilamdi. Uning bilan kori yo'q. Bular hukumat qonuni maqsad uchun qildik demaydi. Buni e'lon qildi deydi, to'g'ri. Bularning boylik Amerikaning, Yevropa, dunyodagi boyligi bular hammasi oshkorda qanchalik, to'g'rimi? Xitoy ishchilarining munqamlar sirtga hamma boylik bularning boshqa shu Amerika bankalarida, Yevropa bankalari tursa bular. Mishalar mulk olgan tursa, mishalar paychak olgan tursa, bularning paychiki, umidligi hammasi mishadi. Bular aniq. Shunga bular to'g'ri e'lon qilib yetdi. Endi buni xalqlar qanday qilish, bular men e'lon qildik, isyon ko'taringlar, meni chirikchi bular demaydi bu qonun. E'lonlik qilib qo'ydi. Qog'inni har yerga siyosiy o'rinda yozuvchilar ularning vazifasida. Lekin e'lon qilinsa, uning paydo bo'ladigan ta'siri shunday bo'ladi-da. Tayyorligida shuni maqsad qiladi bular. Bular shu qo'lni qo'zg'ab qo'ydi, qog'ini o'zini ishi, haqlar qiladi-da, qog'ini uni ishini hukumat ashlab qo'ydi. Bu birlashma tekshirish dokladini Amerika parlamentining 4 muhim komitega yo'llab bo'ldi. Yo'llab. Bu deganlik Xitoyning eng yuqori huquqdorlarining chet eldagi boyligini tunji qitim sistemlik oshkor
qilishi mumkin. Men mumkin deb oldim. Chunki masalan Trumpning yana brend bo'lgandan keyin buni 1 yil keyinlik chekishtirayli, 1,5 yil keyinlik chekindirayli, ala bilan bir ish qilyapmiz deydigan unda huquqi bor. Buni qildik degan bilan chekindirish huquqi bor. Bu Xitoyga kechiktirish nima prezidentning kechiktirish huquqi bo'ladi. Prezident qilmasa e'lon qilib yetadi bular. Prezidentning unda deydigan huquqi bo'ldi. Bu Xitoyga bir iqtisodiy zarba bo'libla qolmasdan, balki Xitoyga qaratgan pul muomala tahdidi, jamoat urushi va aniq siyosiy tahdid bo'lishi mumkin. Bu Xitoyga buningga masalan pul muomala tahdidi. Buningda Amerika savdo qilganda, mushunda masalan ashini o Xitoylar kelib turish e'lon qilma. Masalan sendan masalan bu da Trump Beijingga borganda 500 aeroplan almaslik Xitoy 200 ni olaman dedi. Uning 500 ni olmaydigan bo'ldi. 500 ni elishi mumkin. Bilsan chiqama 500 ni olamiz deyishi mumkin. Jamoat urushi manda jamoat urushi demaysan, o social media jamoat to'rlaridagi urushlarni bo'lishi mumkin. Ham bu Xitoyga salqan bir siyosiy tahdid bo'lishi mumkin deb analiz qildim. Buning konkret rasmiy qachon e'lon qiladi? Bu Amerika prezidentiga munosabatli. Bu prezidentning huquq doirasida. 8-bu 1-bo'limning 8-qismida bu qonun loyihasi Amerikaning diplomat sistemasi butunlay Xitoy andizisini bütün yer sharida qovurshog'a ilib cheklash holatiga o'tganligini bildirdi. Bu qonun loyihasi Amerikaning dunyodagi har qaysi elchixonalari Xitoyni nazorat qilish uchun maxsus mutaxassislarning guruhini qurishni talab qildi. Bularning vazifasi mundaq ishlarni nazorat qilish. Qonun nayt uchiqdan men shu qonunni da'vatma. Birinchi bir balvoq bir yo'lni tashabbus qilish. Amerika ashta mutaxassislarni qilib har davlatlardagi Xitoyga emas, butun dunyodagi elchixonalar avtib, Asiyalardagi Xitoyning ishlarini, ishlarini qattiq tadqiq qilishga qonun chiqardi. Birinchi bir balvoq bir yo'l tashabbusi. Bu qanday bo'lyapti? Ikkinchi Xitoyning dunyodagi port to'ri. Ya qanchalik portlarni oldi? Bu portlar nima ishlarni qildi? Harbiy ishi bormi? Bularni nim qilish. Uchinchi Xitoy Rossiyaning Shimoliy qutbdagi hamkorligi. Bu ikki Shimoliy qutbda qanchalik hamkorlashyapti? Ular Amerika qanchalik tahdid bor bu masalalarni. To'rtinchi Xitoyning Yevropa, Sharqiy Janubiy Osiyo va Afrikadagi ta'siri. Hozir Xitoyning Yevropadagi ta'siri xeyli ko'p. Xitoylardan gay davlatlar Xitoylardan viza ilishni yo'q qilib yutib bordi. Mushlarga bu ilk kelish. 5-chi Xitoyning chet eldagi birlik sektori. Xitoy azaldan Tungi Janshen deydi, chet elda birlik sap qurish Xitoyning tarixidan Xitoy Kompartiyasininki an'anaviy. Hozir chet ellarda har xil qurdi. Masalan, Uyg'urlarning ichida qurdi. Bizning Uyg'urlarning ichida nurg'unlamisha qatnashmaslik, chekindirish ma'lum darajada odamlar ishlaydi, hatto Xitoy uchun. Shuning uchun Xitoy birlik sap qolganda cho'ngni qurdi, kichikni qurdi, oddiyni qurdi, murakkabni qurdi, har xil to'rni qurdi. 6-chi, hatto Xitoyning ko'ngil ichish kasbi va to'r hamkorlik qatorliq sohalarning ta'sirining hammasini Amerika davlat bexatarlik tekshirish doirasiga kirgizishni talab qildi. Va ko'nglicha Xitoyning kiyimlari, masalan Xitoy biyalaki uyun qo'yish, har xil digitlarni chiqarish, paychak setish, TikToklarni ishlatib Amerika kongresslarga nim qilish, mushlarning hammasini kirdi. Bu deganlik Amerika Xitoy bilan bo'lgan raqobatni harbiy, iqtisod, diplomat 3 liniyadan dunyo sistemlik urushga umumyuzlik eganlik kengaytilganligidan derak berdi. Mana bu nimasi. Endi men mushashi iliq boshda ko'rsatdim, 8 tartib bilan 8 yil bo'limga bo'lgani shu bo'lim bo'yicha ketib borma. Men ikkinchi bo'lim Tuangichani ikkinchi bo'lim ayadi bor. Ikkinchi bo'lim asal hamisha tursin. Ikkinchi bo'lim. Bu ikkinchi bo'lim nimani qildi ekan? Bu qonun Xitoyga texnika mablag' silishni cheklash orqali Xitoyning yuqori texnika sohasidagi hayot liniyasini uzib tashlashni nishon qildi.
Bu hayat liniyasi degan nima? Biz tuandisiz. Birinci, Xitoyga mablag'lashni qattiq tekshirish. Bu qonun Amerika Moliya Ministrligiga to'liq huquq berdi. Bu huquq bo'yicha Amerikaning barliq sezgir texnikaga chetishliq mablag'lar Xitoyga bevosita yoki vosita silishdan burun cho'qim Amerika Moliya Ministrligiga ma'lum qilish kerak. Amerikaning Moliya Ministrligi har qanday Xitoy bilan bo'lgan alohida savdoni bevosita man'iy qila oladi. Burun bu huquq yo'qdi Moliya Ministrligi. Ular maslahat beradi. Bundaq bir huquq yo'qdi, bu da berdi. Bu yerda deyotgan sezgir texnika. Buni ko'rish uchun yan bir materialni ko'ramiz. Birinchi, bir narsalarchi nurg'uninglar misha so'zlayotganlar masalan kasb bo'lgan bu abstrakt tuyulishi mumkin, texnik atalg'ular abstrakt tuyulishi mumkin. Shunda bo'lsa-mu bu dunyo shu, hozir dunyo shu ekalda aytgancha ichib o'tirib paranchidga undaq gap yo'q. Nurg'un ishlar murakkab bo'ldi. Men mishalar so'zlab o'tmay shu texnikalarning ismini anglab, kichkam qiziqsanglar shuni Google'da izlanglar, chiqadi, tushuninglar. Bizmi o'zimizninki darajasini, saviyasini biroz o'stiraylik. Bunimda. Birinchi bu sezgir texnika degani Xitoyning sezgir texnika. Birinchi mikroelektron. Fotonka bu nurga asosliq narsalar. Yuqori chastotalik chip. Hozir Amerikalar Xitoy o'tirishga urush chip bo'lyapti-ku. Yerim o'tkazgich ishlab chiqarish uskunalari qatorliq yerim o'tkazgichga munosabatli fan texnikalar. Bular Xitoy cheksazgir deganning birinchisi. Ikkinchi, yuqori iqtidorlik hisoblash. Men bu ishimiz bir kun bu hisoblash degan gapning algoritm deydi, shuni bir tushuntirib o'tgitay. Bu nayt hozirgi butun dunyodagi sohaning markazi. Hozirgi istiklash bu nima biz hisoblash desak, ikki ishni qo'shish emas, tushuninglar bu yerda. Bu algoritm deydi, inglizcha nayt muhim narsa. Ikkinchi, yuqori iqtidorlik hisoblash. Bulut ve girbek hisoblash. Hozir bulut hamma narsa butun sizlar anglaysizlar, butun narsa bulutga saqlaydigan bo'ldi. U bulut deganda men oldingi nimanikida tushuntirib o'tgandim. Men bu yer uzun to'xtab ketmay, uningdan keyin bulut ve girbek hisoblash. Girbek hisoblash degan eng ilg'or, yoning qiri, fan texnikaning eng oldini buni girbek hisoblash deydi. Uyg'urchaga tarjima qilib qo'ydim buni. Aşağıda girbek hisoblash, sonliq ma'lumot analiz qilish. Dunyodagi hamma ish sonliq ma'lumot bilan bo'lyapti. Hamma narsa son. Hozir sizmi, bizmi kompyuterning ichida 0 bilan 1 ga aylanib ketdik. Sonliq ma'lumot analiz qilish, kompyuter ko'rish sezimi. Kompyuter orqali har qanday narsalarni ko'rish sezimi, til bir taraf qilish. Hozir bu butun kompyuter bizlar so'zlaydigan bo'lib ketdi. Har insonlarning millatlarning tilini qanday bir taraf qilish. Cisim, tonuş, qatarlıq AI'ga münasibətli fan texnikalar. Bular Amerika çəkilmək olan sezgir texnikasının ikincisi. Üçüncü, kvant hesaplaş. Kvant şifrlaşdırış, kvant alaqisi, kvant sezimi ve kvant qatar, radar qatarlıq kvant fan texnika bilan münasibətli fan texnikalar. Bu kvant degan hozir kvant fizika degan hozir eng ilg'or fan texnikaning birisi. Endi haqla anglaymiz desa men nay tafsili so'zlab bera olaman. To'rtinchi, gen odamni gen deymiz, gen o'zgartirish texnikasi. Hozir odamning genini o'zgartirib, bular shu yoqqa ketib bor, erni ayolni er qilib yetadigan, bu erlarni tug'adigan, ayollarni tug'mas qiladigan bu tadqiqotlar nay jiddiy ketib bordi. Bir kuni gen qilsangiz, er ayol ikkinglar geninglar o'zgarib birsinglar ayol, birsinglar er bo'lsanglar bo'laverdi. Özgürlük bir sanlar sakal çıkıp bir sanlara bir yere köpüp başta bu gidiyordu. Hadi bu gen tadqiqot aşağı qarab ketip bardı. Gen özgərtiş texnikasi, yeni gen kompleksini texnikasi. Hadi meyvelerin genini özgərtdi, doğru mu? Burunki meyveler battı. Hadi meyvelerini özgərtib, genlerini özgərtib, meyveler ağzından mesela bir almanın ekep koyup şikayet olsanız seçimay değil kalmaz. Tıpkı tatlıq hem buldu. Adamın özgərtkivertkini bulup da, kimde geni özgərtkivertkini kendi pedagogikasını mesela bir çırayla kızılıp çıkalayısın. Allah'ım saklasın. Gen, mesela bir kıskat ötkilen, muşun neslilerine o acayip kızıkarlık nesli, Hristiyanın bütün priestleri, bulanın din zatları intayın karıştırıvatıdı. İslam dininde karşı yok.
Bu bir acayip. İslam dinine karşı yok. Allah nime kılarsan kıl degen. Bizge bu şey üzerine degeni. İslam dininde alimlerde bunun karşı bir söz yok degen. Bulağa. Hristiyanlarda bunu tenkitlep ayini, tenkitlep hazır cengu kitip vardı. Onun gen qo'zg'atqich, yeni gillan qo'zg'atchi, o vaqtda gen qo'zg'atsa o'lik odam tirildira olamdi. Berikma biologiya qatorliq biotexnika bilan munosabatlik fan texnikalar. Bular bu to'rti Amerika Xitoydan chekilmoqchi bo'lgan sezgur texnikalar. Bular bo'lsa Xitoyning strategik kasblari bilan munosabatlik fan texnikalar. Bu qonuniy tafsili tekshirsak, kelgusi 10 yilda Amerika Xitoy texnika raqobatning asosli sohalarini o'z ichiga oldi. Shular mush to'rti asosli o'z ichiga oldi Amerika bilan Xitoyning o'rtasidagi. İkinci, ana ko'rsanglar, ikkinchi ma cho'ng ikkinchi, cho'ng ikkinchi. Amerika Xitoydagi va Xitoyning Amerikadagi ko'p xil, mana Amerikaning Xitoydagi va Xitoyning Amerikadagi ko'p xil kapitalni tizginlash. Amerikaning Xitoyga sog'an kapitalni tizginlaydi. Bu qonun Xitoyning Amerikaga sog'an kapitalni tizginlaydi. Bulayliq pay huquqi. Amerikadan qanchalik pay olsa, uni nim qildi. Qarz mablag'i almash turg'ini bo'ladigan zoyum, shirkatlashgan korxona qatorliqlarni o'z ichiga oldi. Bu tizginlashdi. Buni tizginlash deydi ya. Bu yerda cheklab etish emas. Unda bo'lgandan keyin Amerika tekshiraydi. Agar Amerikaga foydali bo'lsa ma'qul deydi, ziyonli bo'lsa yo'q deydi. Bu foydasini qanday hisoblaydi? Shu vaqtdagi Amerika hukumatining siyosati bilan munosabat. Hatto shaxsiy pay fondi, an'anaviy pensiya mablag'i qatorliq qiliblashgan mablag' silish yo'llarini Amerikaning boshqarish doirasiga kirgizildi. Endi bundan keyin payini olsa hammani Amerika moliya ministrligi boshqardi. Burunqidek erkinlikni qo'yiverdi. Va Xitoydan beklar berib ketdi Amerika. Hozir endi tumshig'i azroq yedi. Uchinchi, kontrol mexanizmi qurib chiqish. Kontrol mexanizmi. Amerika moliya ministrligi majburiy ma'lum qilish. İngilizce'de mandatory filing deydi ve ixtiyari cheklash, discretionary prohibition deb olgani, ne o'z ichiga olgan qo'sh qavatli kontrol mexanizmini yo'lga qo'ydi. Mush ikkili masalanga majburiy ma'lum qilish bilan ixtiyoriy cheklash, ixtiyoriy cheklash mushu ikkini birlashtirgan bir mexanizmni bu qonun bo'yicha yo'lga qo'ydi. Bu mexanizm bo'yicha ilg'or yerim o'tkazgich, chip, AI, kvant hisoblash qatorliq sohalarda Xitoyga mablag' silishni yoki Xitoyning Amerikaga bu sohalarda mablag' silishni bevosita man'iy qildi. Başqa sezgur sohalarga solmoqchi bo'lgan mablag'larmi majburiy ma'lum qilinadi va tekshiriladi. Buning orqali mohiyatda Xitoyga qarshi kapital mudofaa tomni qurib chiqmoqchi. Uningda capital firewall deb olgan qonunda qurib chiqishni nishon qildi. Xitoyning kapitalidan Xitoy pulidan mudofaa qilish, Amerikaga kirgish va Amerikaning Xitoyga minish. Bulardan bir mudofaa qilish bu firewall. Bizning kompyuterimizning virus qarshi nimalar bor? Virus kirsa, mening kompyuterimda 3-4 bor. Shu virus kirishlarni rad qilib turdi. Shundaqdan chiqib ketdi, masalan, bu burun sinema Facebookni virus ip ketdi-ku. Shuning o'xsha ip ketalaydi yana, lekin bu bir qadar yaxshi, buni bir qadar jiq oldin oladi. Bu qattiq tadbirlar Amerika kapitalining Xitoyning yuqori texnikalik kasblariga kirishi bevosita to'sib tashladi. Buning natijasida Xitoyning yuqori texnikalik korxonalari mablag' yurishtirish qiyinchiligiga duch keldi. Tahdid qilib yetishga mablag' silish shaklanadi. Texnika yengillanish, ostilanadi. Dünyadagi raqobat kuchi ojizlandi. Xitoylarning mushi bo'ldi.
Nvidia şirketinin baş əməlləri Huang Runshin, bilsizlər ilaq Huang Runshin degan ilaq bu da Trump Xitoyga olib borganda Amerikadagi 20 cho'ng shirkatning aparib qo'shnichi bir Xitoy bor-ku, shu Xitoy. Buni Nvidia ning ashning etishicha mushu Amerikaning hozir sağa mushu to'salg'isi mushuga o'xshash cheklamalar hozirlar Nvidiaga 15 milliard dollar ziyon soldi. Endi shuning uchun buningga kongresslar bu o'zimizga ziyon bo'lib ketdi, bu Amerikaning shirkati deydi, lekin bu o'tirda jidal mojarolar ko'p. Bu to'g'riliq jidal mojaro Amerikada nihoyat ko'p. Endi 3-chi bölüm keldik, 3-chi bölüm. Sal tuvallang. 3-chi bölüm. 3-chi bölüm Xitoyga biotexnika sohasida cheklashni yo'l qo'yish orqali bu sohada Xitoyga aniq va jazman zarba berishni nishon qildi. Nihoyat qattiq dedi buni. Amerikada boshqurish va xomchut ishxonasi degan bir bo'lim bor Amerikada. Bo'lim bor, inglizcha The Office of Management and Budget deydi. Qisqartib OMB deb ataydi. OMB'ning vazifasi prezidentga, hozir Trumpga siyosat, xomchut, boshqurish va nazorat qilish maqsadiga yetishga yordam berish. Hozir masalan Amerikan prezidenti Trumpning masalan uningki masalan siyosat, xomchut, boshqurish va nazorat hamma jihatdan mushundaq maqsadga yetaman deydi. Bu OBMning, ama inglizcha o'qiyapman, OMBning vazifasi shuning maqsadi qanday edi, shunga yordam berish. Buni men 3ga bo'lib so'zlayman. Mana buning birinchi, bu qonun OMB'ni bir yil ichida Xitoy korxonalarining qora tizimligini bekitishni talab qildi. Mushu yil chiqib ketguncha butun Xitoyning burun qora tizimligidan boshqa yana yin qora tizimliklarni bekitishni talab qildi. Bu qora tizimlikka kirgan korxonalar Amerika Federatsiya to'xtamlariga qatnashishdan va mablag' yurish-turish programmalariga qatnashishdan ma'ni qilindi. Amerikaning korxonalarini qora tizimga kirgizyotdi. Xitoy bilan munosabat qilsang, sen bizning qora tizimga kirsa, hukumat jihatdan sana hech qanday yordam bermaymiz deydi. Hamda Amerika ommaviy tajribaxonalari, ommaviy hukumat qurgan har yerdagi cho'ng tajribalarmish butun narsalarni tadqiq qilgan. Tajribali bilan hamkorlashish salohiyati yo'qdir. Bu Xitoyning tizi chiqdi, Amerikaningini mi tizyapti? Sen kim Xitoy bilan qilyapti deb mushni qilishni bir yilni oxirigacha chiqarishni talab qildi. Ikkinchi, bu qonun Xitoy bilan birlashishda biotexnika sohalarida Xitoy korxonalarini cheklashni aniq o'ttirg'a qo'ydi va bevosita boshqurdiganligini aytdi. Bu moddaga tushadigan texnikalar, masalan, gen tartiblash uskunlari. Bu nihoyat muhim. Gen degan bizni o'zimizni o'zgartimiz, odamlarni o'zgart, hayvonlarni o'zgart, meva-chi va dehqonchilik hammani o'zgartimiz. Biologiyalik ishlab chiqarish uskunlari va sonliq ma'lumot analiz, yumshoq detalli qatorliqlarni o'z ichiga olgan butkul biotexnika kasbiy zanjiri. Muşlarning hammasi. Bo'libmi Xitoyning oldin qatordagi biotexnika korxonasi, masalan, Xitoyda ikkisi bor, ana yetib qo'ydim, ana Huada Jiying bilan Yaoming Kangda. Bu ikkisi Xitoyning intayin cho'ng davlat darajalik biotexnika korxonasi. Muşlarning oldini ilish ko'rsatyapti, mana. Uchinchi, bu bilimdagi uchinchi vositalik cheklamalarni yo'lga qo'ydi. Vositalik cheklamalarni, yuqorida bevosita deyapsa, endi vositalik, bu qonun, bu nim deganlik degansa, bu qonun loyihasi yuqorida ko'rsatgan tizimlikdagi korxonalar bilan bevosita savdo qilishni cheklabla qolmay, yana bu korxonalar ta'minlagan uskunalar yoki mulozimatlardan foydalanadigan tuvan eqimdagi shirkatlarning Amerika Federatsiya bilan to'xtam tuzishni chekladi. Masalan, Amerikaning bir korxonalar
yuqorigina cheklab bo'ldi. Masalan, Amerika birine çekildi. Lekin ma tuanda korxonalar ashlarning asboblarini yo ashlarning yumshoq deydan ishlatgan bo'lsa, bularni mi cheklaymiz deydi. Buni inglizchada concomitant effect deydi. Deb ataydi. Uyg'urchaga qo'shimcha ta'sir deb olsak bo'ldi deb o'ylayman. Endi qag'ininglar nimda iliqi gay ma mutaxassislar o'zing tarjima boshqa tarjima qilsanglar bo'ldi. Men qo'shimcha dedim, ta'sir dedim. Bevosita korxonalarga tuandimi, tuandagi shirkatlarga bo'lgan ta'sir deb oldim bence. Buning orqali Xitoy biotexnika shirkatlarining Amerikadagi bozor bo'shliqini butunlay qamal qilmoqchi. Mana aytmay, buning orqali Xitoy biotexnika shirkatlarining Amerikadagi bozor bo'shliqini butunlay qamal qilish. Biotexnika, men kichkina men tushuntirib o'tib ketay. Buni men yozmadim ekranga. Biotexnika dunyo miqyosida taraqqiyoti eng tez sohalarning biri. Amerika biologiyalik bexatarlikni kelgusi urushning muhim doirasi deb aniqlama bergan. Aniqlama asos aniqlama bergan. Amaliyotda butun g'arbmi mushundaq deb qaraydi. Moyatda bu qonun Xitoyning biologiyalik ishlab chiqarish va birikma biologiya qatorliq oldingi sohalardagi texnikaning jug'lanishini va sanoat taraqqiy qilishini to'smoqchi. Qanchalik to'salaydi? Endi biz bilamiz. Yevropa qanchalik bular bilan Amerika bilan birlashidi? Biz buni oldimiz sinoq turdi. Yuqorida so'zlab o'tgan 3 tadbir, ma 3-chi bo'limdagi 3 tadbir Xitoyning biotexnika shirkatlarini dunyodagi eng chong biologiya davolash bozori bo'lgan Amerikadan chiqarib etishni keltirib chiqadi. Xitoyning masalan yana Yaoming Kangda, Yaoming Shingwo qatorliq dunyo darajadagi shirkatlari Amerika bozoridan ayrilib qoladi. Xitoyning dunyodagi strategiyalik o'rinlashtirilishi cheklandi va betartibga uchraydi. Endi 4-bo'lim, 4-ga akab qo'ying. Tartib bo'yicha ketib borma jumonglar. 4-bo'lim. Bu bo'lim Xitoyning ta'minlash zanjirini qabul qilib, Xitoy sizlashtirilgan davlat mudofaa sanoatini qurish. Bu qonun ko'p qatlamli ta'minlash zanjirini cheklamasini o'rnatib, ko'p qatlamli ta'minlash zanjiri cheklamasini o'rnatib, Xitoy mahsulotini umumiylik chiqarib etish. Buni bu 4-ga bo'lib so'zladim. Birinchi, bu qonun Amerika davlat mudofaa ministrligi Xitoy ishlab chiqargan oliy batareya fotovoltaik modeli, fotovoltaik degandagi nurni esinglarga aytsanlar bo'ldi. Kompyuter, ko'rsatgich, halqiliq mineral moddalar qatorliq mahsulotlarni gen tartiblash uskunalari qatorliq biologiyalik mahsulotlarni sotib olishni qat'iy chekladi. Bundaq nimalarni Xitoydan sotib olishni qat'iy cheklaydi bu qonun. Bunga Amerika bularni sotib olmaydi. Har qanday shirkat asli qonunsiz kirdi. Ikkinchi, endi Amerika moliya ministri masalan Trump boy shirkatlarga manchak ma'malarni olsa bo'ldi deb ruxsat berib qas olalaydi, bams olmaydi. Ikkinchi, bu qonun Xitoy uskunlarini tadrijiy amaldan qoldirish. Hozir Amerikada Xitoy uskunlari nihoyat ko'p. Bu qonun Amerika davlat mudofaa ministrligini Xitoy ishlab chiqargan kompyuter, printer va boshqa texnik uskunalarni tadrijiy amaldan qoldirishni, Xitoy mahsulotlarini va qo'llanishchan programmalarini butunlay tozalashni talab qildi. Endi bu qanchalik darajada ma'qul bu talab, qanchalik bo'ladi? Bu har korxonalar bilan so'zlashida Amerikaning buni talab qildi. Bu qat'iy buyruq tushamidi.
talab qildi degandan keyin tekshirishga ip mangdi. Chunki nurg'un korxonalar ularning nurg'un materiallarni Xitoyda olgan narsalar ko'p. Bularni tozalab chiqarish uchun bir mazgil ketadi, darrov to'xtash butun shirkat vayron bo'ldi. Shuning uchun talab qildi. Bular qanchalik vaqt ketadi, uni uqmaymiz. Uchinchi, halqiliq mineral moddalarni Xitoydan sotib olishni ma'ni qildi. Endi chipni sotib olyotdi. Endi qolganlar qanday? Bu qonun Xitoydan molidin, masalan, ma 3ni qat'iy qildi. Bu 3 minerallar, biri molidin, ikkinchi gali va uchinchi germani qatorliq strategiyalik qazilma boyliqlarni sotib olishni chekladi. Chipni demidi. Chipni sotib olyotdi. Xitoy 80% chiqadi, Sharq Turkistondan chiqadi. Keyin so'zlaymiz, yaqinda takilmakonning ostida bir shunda cho'ng chip boyliqni tepibdi Xitoylar. Chipning boyligi hemen budaqi 2 mislilik davlat mudofaa boyligini so'zlayman. O boyliqqa hozir chiplardan shunda ko'pga bir boyliqni tepibdi. Buning orqali yangi energiya, yerim o'tkazgich qatorliq mo'yim kasblarning ham ashyolarning Xitoydan import qilishni uzib tashlashni nishon qildi. Nishon qildi. Endi buni nishon qildi degan so'z buning bir daraja vaqt ketadi. To'rtinchi atuvanda Xitoy bilan to'xtam tuzgan shirkatlarni chekladi. Xitoylar bilan to'xtam tuzgan shirkatlarni tanladi. Bu qonunning 851-moddasida Amerika Davlat Mudofaa Ministrligi Xitoy mudofaa sanoati korxonalariga lobbichilik qiladigan shirkatlar bilan to'xtam tuzishni chekladi. Hozir Xitoylarning lobbichilarini to'la ham Amerikaga nurg'un Amerikaning odamlari, shirkatlar ular foydani yuzda tutib Xitoy uchun lobbichilik qiladi. O nimalar bor? Parlamentning a'zolari bor. Bular Xitoy uchun lobbichilik qildi. Ma Xitoyni to'xtatmaydi, ma savdoni qilaydi deb. Bular endi foydada mushlarni chekladi. Buni chekladi, lobbichilik qilishni chekladi. Xitoy elementlardan xoli Free China deydi. China Element degan mudofaa ta'minlash zanjirini qurishni o'ttirga qo'ydi. Man so'zladik, mana yuqorida so'zlagan 4 nuqtaning, ma bo'limning 4 nuqtasining zarbisida mening analizimda oxir kirib ketdim. Xitoyning munosabatlik yosmichilik tarmoqlari Xitoyga intayin muhim bo'lgan Amerika bozorini yo'qotib qo'ydi. Xitoyning eksporti va ishlab chiqarish iqtidori tuvanlaydi. Amerikaning talabini qondirish uchun dunyodagi ta'minlovchilar ta'minlash zanjirini tangshashga majbur bo'ladi. Bo'lmasa Amerika senigan olmayman, sening narsangni cheklayman deydi. Tanarxini oshirib vitidi. Zakotlarning bir qismi Vyetnam, Hindiston qatorliq davlatlarga yetkaydi. Bunun bilan Xitoyning dunyo zavodi salohiyati ojizlandi. Hozir Xitoyning eng kuchli yeri o dunyo zavodi hammasini ishlab chiqardi. Amerika hukumati sitivilish qoidasi orqali dunyo ta'minlash zanjirini qaytadan shakllantirib, Xitoysizlashtirishni ilgari surdi. Bu Xitoyni keyin avlod texnika o'lchimini tuzishga qatnashishni qiyinlashtirdi. Buning orqali Xitoyning uzun muddatlik raqobat afzalligini zo'r zarba berdi. Bu mening analizlarim. Men baribir bo'limning oxirida kichikgina so'zlar aytib ko'raman. 5-bo'limga akiling. Tuang sal tutun 5. Mana bak sal bak. 5. Buning 5-si akademik va ixtisosliklarni cheklab Xitoyga qarshi ixtisosliklar mudofaa tomni qurib chiqishni nishon qildi. Talent firewall deb bo'lgan. Ixtisosliklarni Xitoyga chiqib ketishning Xitoylar ketishning oldini oldi, nishon qildi. Buni qanchalik amal qildi bu nurg'un siyosatlarga munosib. Bu endi buni ikki bo'lib so'zlay. Birinchi bo'lib oldingi ilmiy tadqiqot hamkorligini cheklash. Bu qonun bo'yicha Amerika universitet va tadqiqotchilar Xitoy universitet va tadqiqot organlari bilan hamkorlashganda Amerika to'xtamay, burada ketib qoldim men.
universitet tadqiqot organlari bilan hamkorlashganda Amerika Mudofaa ministrligining mablag'lariga erisha olmaydi. Masalan, har qanday universitet bu qonun bo'yicha ya shaxsiy professorlar Xitoy bilan hamkorlashib bir shirkatda ishlaydigan bu Amerika hukumatidan oldigan butun mablag'dan cheklandi bular. Bu Amerika Xitoy o'rtasidagi oldingi fan texnika sohasidagi akademik almashtirishni to'xtatib qo'ydi. Chunki nurg'a hamma professorlar degan hukumatdan pul oladi. Masalan, hukumat munosabat universitetlar pul oladi. Bularning hammasini bu qonun cheklaydi. Ikkinchi, ochquchlik ixtisoslarning Xitoy bilan bo'lgan aloqasini cheklash. Bu qonunning qilmoqchi bo'lgan ikkinchisi. Bu qonun bo'yicha Amerika Mudofaa ministrligi mablag' solgan xalqlik texnika tadqiqot bilan shug'ullanadigan universitet xizmatchilari 10 yil ichida har qanday Xitoy organlarining taklif qilishini qabul qilishga bo'lmaydi. Bu deganlik Amerika Xitoy akademik ixtisosliklar o'rtasidagi almashtirish bo'lmaydi. Masalan, Amerikada har qanday universitet professorlari Xitoyga berib dars o'tgan ishlar nihoyat ko'p. Ilm fan bu universitetlar bu qonunga kirgandan keyin bularning hech qaysini Xitoyga berishni cheklaydi. Uchinchi, bu qonun Amerika qatnashgan xalqaro fan texnika hamkorlik türlerden Xitoy organlarini chiqarib etishni talab qildi. Amerika qatnashgan, masalan, Amerika bilan masalan Gollandiya bir ishni qildi. Shunda Amerika buni Xitoy bo'lsa, Xitoy organlaridan bu qatnashmaydi, qatnashsam men chiqib ketaman deydi, pul bermayman deydi. Buning orqali Xitoyning ilg'or texnika uchurlariga erishishni ve dünya ilmi tadqiqot to'g'riga qatnashishni cheklamoqchi. Burun Xitoylar masalan Amerika qilinmagan bo'lsa, Amerikada alamg'asa, masalan bevosita bir Amerika shirkati bilan Gollandiyani qilgan bo'lsa, Gollandiyaning shirkatida qatnashgan bo'lib, u yerdan texnikani o'g'irladi. Hozir uni chekladi Amerika. Endi men bu ustiga mana bu 5-ning 3-siga men qisqa hammasini kayda imzo berib o'tkazib borman. Yuqorida so'zlab o'tgan bu 5-bölümning 3 nokta Xitoyning tadqiqot organlarining xalqaro ixtisoslarni jalb qilishni qiyinlashtirib yetdi. Xitoy badin men kelmay Amerika pul bermayman deydi. Hozirgi Xitoydagi oliy darajada ixtisoslar xalqaro hamkorlikning cheklimizli tufaylidan Xitoydan ketishi mumkin. Amerika cheklagandan keyin buni hech qanday xalq Yevropa qatnashamagandan keyin Xitoydan ketishi mumkin. Ilmiy almashtirish bo'lsa, yenilik yaratishning muhim manbasi. Bu cheklama Xitoy tadqiqotchilarining oldingi bilimlarga erishadigan yo'llarini taraytib yetadi. Butunlay to'ramaydi, taraytib yetadi. Yenilik yaratish iqtidorini ojizlashtirib yetadi. Bu qonunun ko'rsatmishicha Xitoy ko'p xil xalqaro ilmiy tadqiqot hamkorlik mexanizmidan chiqarib yetildi. Amerika qatnashdim, men qatnashdim. Xitoy bo'lsa, men tumayman, chiqib ketaman deydi. Pul Amerikadan keladi, asos uskunlar Amerikadan keladi. Bu Xitoyning texnika qoidasi va o'lcham tuzumiga qatnashish tasga to'xtaydi. Dunyo miqyosida Xitoyning texnika ta'siri cheklimiga uchraydi. Ben so'zlab o'tgan yerim, men to'niki har bir nimani so'zlab o'tgan bu nima demoqchi, buni nima natija demoqchi deganni va analiz qilib oxirida so'zlab ketib beraman. 6-bölüm, 6-ga akilang. 6-bölüm Xitoyga qarshi harbiy axborot tarbiyalarini tadbirlarini kuchaytirish. Tadbirlar. Buni men bu tuan bir 3-4 bölüp so'zlay. Birinchi, Tayvanga harbiy qo'llash va harbiy yordamni kuchaytirish bu qonun bo'yicha. Tayvan armiyasining mudofaa iqtidorini oshirish uchun Tayvan hukumatini rayon darajalik jiddiy qurol ombiri qurishni talab qildi. Asan ombar, har xil o'q-dor ombarlarni qurg'in dedi. Bu mohiyatda bir jungo prinsipni rad qilganlik. Bu birinchi qatim Tayvanga bevosita bu talabni qo'ydi. Bu bir jungolikni rad qilib o'tganligi. Xitoyning ang'ash noit qattiqlab
Tashqi ishlar ministriga yamanjiq norozilik bildirib ketdi bu to'g'riliq. Ikkinchi, Xitoyga oid axborot to'plashni kuchaytirishni ta'kidladi. Bu qonun Amerika davlat ishlari mahkamasini Xitoy ishlari uchun maxsus amaldorlar guruhini qurishga chaqirdi. Endi bu guruhning amaldorlarini dunyoning har qaysi joylaridagi Amerika elchixon va konsulxonalarga o'rinlashtirib, Xitoy shirkatlarining dünya savdo va texnika faoliyatini nazorat qilib, Xitoyni nishon qilgan dunyoviy axborot to'rini barpo qilish vazifa qilib tushirildi. Buni cho'qim o'rnab, buni vazifa qilib tushirildi-da bu. Buni aytdim. Üçüncü, ben altıncıya geldim, üçüncü bu 6. bölümün 3. davatını Xitoyning boshqa davlatlar bilan bo'lgan harbiy hamkorligini cheklashni ta'kidladi. Bu qonun Xitoyning dunyo miqyosidagi harbiy mavjudligi ilib keladigan tahdidni mo'ljarlab, ondan buni hal qilish chorasini tuzib, Xitoyning chet el bilan bo'lgan harbiy hamkorligi va qurilishini cheklashni maqsad qildi. Men azroq o'zimning tuvanda izohatini so'zlab o'tgan. Bu bir odatdagi qonun loyihasi emas. Balki Amerika bilan xulos deganiga to'xtab qo'ysangiz bo'ldi. Men hozir shakilmi. Ha, tuvanda xulos deganiga akab qo'ysam. Bu bir odatdagi qonun loyihasi emas. Balki Amerika bilan Xitoy o'rtasidagi uzun muddatlik tirkishishdan yetishib chiqqan davlat darajalik loyiha. En mahiyetlik noktaga kelsak, Amerika bunundan keyin Xitoyni aylanib yurmay, aylanib ta'sirjumay, shundaqla sistemning sirtidan zarba bermay, balki tunji qitim davlat qonuniy qatlamida tig' uchini Xitoyning eng oliy huquqining yadrosiga bevosita qaratdi. Bu loyiha davlat va siyosatchilar ara qo'llanadigan ogohlantirish emas yoki sinab beqish emas. Bu bir sinab beqish uchun emas. Balki Amerika bilan Xitoy o'rtasidagi bevosita to'qinishni davlat qonuniga kirgizish. Ma'ada şekilme xulasa. Bu 9 milyar, yani 9 milyar degan sizlarning Gollandiyaning 1 yillik GDP'si 1,1 trilyonda asosiy o'xshat 90%'ning keldirsa, bütün davlat GDP'larning 9 milyar dollarlik harbiy xomchut faqat bir salla emas. U Xitoy yetakchiligidagi diktatura davlatlarga taqobil turish uchun solgan haqiqiy mablag'. Tayvanni to'liq qurollandirish bir ishorat emas. U Xitoyning birinchi va ikkinchi zanjirini buzib, Tinch okeanga kengayishining oldini olish. Xitoyning yuqori darajalik amaldorlarining boyligini oshkorlash faqat simvolik bayonot emas. U Xitoyga qilgan amaliy ogohlantirish. Bularning hammasi dunyoga mundaq bir narsani aytib Amerika Xitoy bilan uzundan bir saqlab kelgan mücmel bo'shliqni yetib tashlab, Xitoy bilan bo'lgan o'zaro tirkishishni rasmiy boshlaganligining ko'rsatkichi. Xitoy uchun bu amdi tashqi bisim bo'libla qolmay, balki Amerikaning qonun jihatdan bu eng yuqori chekdan Xitoyga diqqatini markazlashtirish. Butkul dünya uchun aytganda texmo keskin, texmo xatarlik, hatto 3-Dünya urushi portlashib ketish mumkin. Hatto qechib qutulgani bo'lmaydigan yangi bosqich hozir rasmiy boshlanganligidek derak berdi. Derak berdi. Mana hozir men xulosani aytay mana 2026-yillik men buni 6-siga keldim. Qolgan 2-sida qarsam Xitoy bilan munosabat emasga, mana shu 6-sining mazmundan chiqib, mana chiqirib bersin, 100 bet o'tib ketdi, 1000 betga o'xshash. Bu asosiy Xitoyni asos qilgandan keyin yaxshi yeri bu Xitoy qarshi qonunga hozir Trumpga eng uch bo'lgan Demokratiya partiyasini buning bilet tashladi. Bu ikkili partiya tang bilet tashladi buningga. 2026-yillik davlat mudofaa
huquq qonuni Xitoyni fan texnika, iqtisod va bexatar qatorliqlarni o'z ichiga olgan bir yurish belgilarini o'ttirg'a qo'yish orqali Xitoyni umumyuzlik va atrofliq cheklash siyosatini texmi inchik va ro'shanlashtirdi. Birinchi ben bu ahırını nima koyayım? Bu 2026 Davlat Müdafaa Hukuk Kanunu bunu İngilizce'de kısaltıp NDAA deb deydi. Xitoyga munosabatlik belgilar atrofli ko'p o'lchamli cheklash sistemasi barpo qilib, Xitoyga ig'ir ziyon soldi va uch tarafdan besim ishiltdi. Mana uch taraf. Birinchi fan texnika sohasida Xitoy yerim o'tkazgich AI deb o'qiymiz. Kvant hisoblash qatorliq strategik sohalarda tadqiq qilib, ichish mablag'ini mablag'i kamchil bo'ladi Xitoyning. Texnika import cheklamasiga uchraydi. Iqtisodchilar Xitoyga bo'lgan iqimiy to'sovga uchraydi. Buning bilan Xitoyning g'arbning texnikasiga yetib oshmas degan g'oyasi ko'rinarli ostilaydi. Ikkinchi, iqtisodiy ishish cheklimiga uchraydi. Xitoy iqtisodiy ishish cheklimiga uchraydi. Yuqori ilg'or texnikalik kasb Xitoyning iqtisodiy o'zgarishidagi yadroliq motor. Uning taraqqiyotidagi to'salg'ular Xitoy iqtisodining umumiy ishini tuvallatadi. İşqa urinilishi vaziyati texmi nacharlashadi. Hozir Xitoyda intay nachar bu ish. Yenilik yaratish energiya ojizlab ketadi. Uchinchi, oxirgisi bu xulosa, mening qilgan xulosamning xalqaro ta'siri, Xitoyning xalqaro ta'siri ojizlaydi. Ko'p xil dunyo texnika hamkorlik mexanizmi va ta'minlash zanjiridan chiqarib yitildi. Buning bilan xalqaro so'zlash huquqi va qoida tuzish huquqi ojizlaydi. Xalqaroda qoida tuzish huquqi ojizlaydi. Dunyolashish musofisi ta'tir taqiqimga uchraydi. Mana bu qonun, men asos misha ekeldim. Shu bat buni o'qib tugitib oldiq qilib chiqishimgimi, manda ishlanglar bir chiqqan yoq o'qiyotman, boshqa suhbatlarga chiqyapman, o'qiyapman, tazlab mushtaqilman, nurg'un vaqt ketdi. Mana o'qinglar, bular nihoyat qimmatli. Manda men Amerikaning davlatlik Trumpninki Xitoyga bo'lgan u hech qanday siyosatni bekitmaydi, Uyg'urlarni sudlablar to'g'ri butun dunyo. Buningda hech qanday siyosat yo'q u yerda. Amerikaning siyosati mana men debmagan ma'noslar Amerika siyosatini bekitadi. Amerikaning siyosati buningdagi naga bordi, nima qildi desanglar, mushuning orqali bilsanglar bo'ladi. Mushlarni men oldida so'zlab o'tgandim. Mavlon Yasinning aytishicha, Amerikani mundaq deb desanglar bo'ladi. Men shuningga ben kapolat qilaman, dalil beraman, hammani nima qilaman, men shularni qilib chiqqan. Shuning bilan bugungi mening so'zlashim asosiyatdan tugadi. Savol bo'lsa javob beray, bo'lmasa ben bilan bugungi so'zlashim, chunki bu qonun bo'lgandan keyin, men qonunni tushungandan keyin bu yerda siz bilmaysiz, buni bunda muzokara bilan mangdigan narsa emas, men qonunni ommaviy tilda tushuntirish bilan ketib qolgan narsa bu. Shuning uchun men bir vosita mayadma inqaytpa gaysinglar, men u kirish jarayonida shuni foydalanish desanglar, foydalanib olsin deb aniq yozib ekranga soldim buni. Rasmiy o'tirib yozdim. Birovlar nurg'un vaqtlar inglizcani qo'yib turib qarab so'zlab beradi, buni rasmiy yozdim, yozib soldim. Tahrirlab soldim. Tamam. Bundan bir narsa qildim kechdi. Hozir 51-sonda taqdim qilgan bo'ldingiz. O'tgan shu siyosiy analiz kuzatishga aloqador programmalarda izchil Xitoyni fan texnikada, chipda, iqtisodda nimaga Amerika qat'iy menga yetolmaydi o shakldagi xulosalaringizni taqdim qilgandingiz. Bugun nima bo'ldi? Hamda
Amerika Ya, yandan o'tib ketgan qasdli bununla hech iltifot qanday ziddiyyat yo'q. Xitoyning masalan chipni hech qachon kesilmaydi o'zlarining davlatning mashinasida. Yo'q, men uni so'zlab o'tdim, to'g'rimi? Chip kesilgan, o davlatning o'tsinki, uning butun pulini Amerika chiqargan, o Amerikadan ruxsat qilib, chip kesilmaydi, chip yasanmaydi. Ishlatilmaydi. Masalanga, tez suratli poyezdni yasadi. Xitoyda to'g'rimi? Lekin o tez suratli poyezdning asboblarini chetdan akirdi. Akirib qurashtirib oladi Xitoy. Masalanga aviamatni yasadi. Motorni masalan Ukrainadan akirdi. Her yerler üzür işleyemeyidu. Ekirip yasap satalaydı. Masalanga ma koltuğumu Xitayning şundaycık. Bunun çipleri hiç qas onun da emas. Lekin Xitay nega basan Xitaylarning chipi bor. Hozir O'rta Osiyoga bosini, O'rta Osiyoga mashinaningki 70%ni Xitayning bo'pti. Chunki o Xitayning mashinasi arzon, qarzi berdi. 10 yıl төлсәң mayli deb qarzi berdi. Men u yoqqa төлсәм 70% Qozog'istondagi birisi bilan so'zlasam 70% Olmaotada Xitoyning bo'lib bo'ldi deydi mashina. Xitoylar yasalay aeroplanlarni yasaydi, ularning yeni aviaatmaski uchchi bor. Hozir 3-chi uch bo'ldi-da. Hamma asboblarni aeroplan yasalaydi. Men ilk birinchi qidim sizda xalqaro iqtisod o'tganda Xitoy asbobni hatto qonitidan tortib bütün devletlerde ekildi. Hem devletini satımen deydi, pul tapımen deydi. Şu için Xitayning kuraş duruşta indi. Mesela Xitay silvetken körükler, her qandaq deniz, her qandaq uzun tağlarda silvetken körükler dünyada hiç nedi yok. Öz işlemeydi. O özü aşını kuraştırdı. Bulan laylı gücü var. Materyalını çetine gördü. Mane teknik çetinin. Kuraştırış Xitayning. Mesela Xitayning 19 meslengelik Uygurlar gay soğudiganlar, bizning bir soğudiganlar bor. Mesela başlangıçını okup çıkıp ketken. Başlangıçını okumay çıkıp ketken. Şunda bay bo'lib ketken o soğudi qilib. O işini bilmeydi. İlip satıdı. Çok bo'lganda bir meslenge bir bazalarni qurdi. Bir binalarni soldi. Aşındaq arqılıq biyib ketib kuchaydi. Yani bir yer Xitoyning ortiga ularning her yili 20 milyondak ziyoli maktab bitirdi. Bu intayin kuchli. Intayin kuchli. Shuning uchun material bo'lsa qurishtirib yasa anashqa o'zini Xitoy hozirgacha Shije Gongchangda dünya zavodi deb o'zini shunda deb bekitdi. Yani hech qanday ziddiyat yo'q. Texniklik ilg'orlik bilan uni qo'llanish ilg'orlikning o'ttirisi bu qo'llanish iqtidori Xitoylarning yaxshi. Hamma temir yo'llar intayin ishdik. Hozir yasaverdi. Masalan, ularning tez suratli ishdik. Temir yo'lni yasagan odam yo'q, o'tdamaydi. O'tdamismi yasaverdi. Bino deganni silib qolgan. Masalan, biz Bamdaqqa Shanxayga berib kelganlar, Shanxay berib Amerikani qilsa, Amerika bir kon sahrada ko'rindi deydi. Bütün ya osmon bilak bir noyalarga borsangmi? Bizning bu yer birisi G'uljning 9 saraq berib kelibdi. 9 saraq noyasiga borsam, G'ulji shahrida bütün bino ko'ch-ko'ch silibdi. Saluda qurishdi. Har qanday Afrikaga olib shu pullarni qilsam, saluda chidab chiqib ketdi. O yeri bor. Uni nimkasa o shuning uchun Xitoy Amerika nimishki ilm fan to'xtatman deydi desangiz, Xitoyning ilm fandan ilg'orlanmasangiz, siz mush qatlam turib qolasiz. Amerikaning aslidagi nurg'un davlatlarga ikkinchi qatlamga chiqdi. O degan siz ilm fanni qo'llanishchan bilan boy bo'lsiz, ilm fanga erishmaysiz. Shunda vaqtida Amerika foyda yeydi. Shunga Xitoyning 3-chi kanalda 3-chi qatlamga chiqishning oldini to'rash uchun zo'r kuch ketib bordi. Qanchalik bo'ldi? O nima emas. Burunqi bilan ziddiyat yo'q. Biz qandaq turg'aliqlar g'oyibona bir tarixni, g'oyibona bir qutqazuvchini kutib, shunday cho'chaklarni anglab, cho'ngilab og'zimizni shu bilan nemdeb keldik-ku. Hozir qadar Xitoyning gumroh bo'lishi oz qoldi deydiganlarni davom qilyapti. Ammo biz nim deydi Xitoyningki taraqqiyot sohasidagi dunyo ko'rsatgan ta'siri kunsiri cho'ngib ketadi-ku. Mayli u uchadigan mashina bo'lsin, robot bo'lsin, bu da robotlar usul o'ynab, chambarchilik qilib chiqdi.
aniki ma bu elektrik maşinalerde olsun. Zaten ılkı bir bösüş var Xitaydan ki tez süratle meňiş hazır. Hem bu bayatın sözlerimizden etizden çıkaramaydı. Ama ham materialni eklep tamak etäleýdi degende tuyuldy bana. Ajdalar bir gep boldy hazır. Şundaq boldu. He. Bir qarang. Xitoyni mushtaq qilayotgan Amerika. Xitoy hech nima bilmagan Amerika bütün yumshoq ishlab chiqarishni, Xitoyning bütün zavodlarini silishni, hammani biror 50-yillarda Rossiya qilgan. Madina inqilab buzgan, bu da Amerika qildi. Bulubmi bu eng mushtaq nachar bo'lgan davri Clinton davri. Clinton Xitoyni WTO'ga akirdi. Bütün ya unda akirganki hammaning odamlar uyga berib o'zlarining texnikasini bämidi, ügetdi. Körük layihəçilərini apırıb tərbiyələdi. İstikratlik poyunda qanday yasadı tərbiyələdi. Şu materiallarını setib bədi. Aeroplanların həmmə nəsini Clinton dəvri Xitay, onundakı Obama dəvri gələn texmi Xitaylaşıb getdi. Xitayın aka. Amerika özü Xitayını məşu dərəcəyə küçəytibətdi. Xitaylar bir gəp var, Veybadan şay bu diyor deyilgan kuyruğun yoğan bolganda taşlayanmaysa dep. Hazır Amerika onunğa kuşçaş o ekep ila özünü tişlegen yer yetdi. Bunu Amerika ziyarətində Xitayның tep tartınmasından küçüyüp atqan yüksülüp atqan güç ve terakki qilgan güç misalda söz ibarələrini qo'llanıbdı da. Terakki kılıvatkan devlet dep durup özüne. Amerika şu tamış aldığınki Trump çıkmak için Xitaydan bajan mı diye, bajını şunda yok kıl diye ilak kırıp çıkış. Burunki ta Obama devri geçti ilak multi favorite country deydi. En aziz devletler Katar'ı kırıp Avrupa devletleri okşaş bajanmay. Kaygan mallardan şunda Xitay bay hazır bajını özgürtürdü o Xitay'nın malları. Şuna arkalık Xitayning puli o'zini bilmay qolgan holatda iqtisodiy ilgari surib ketdi, boyib ketdi. Hozir qancha Xitoyningki GDP'si 19 trilyon. Endi ishib ketdi mundaqlar gollar. Burun 80-yilda Gollandiyaning GDP'si bütün Xitoynikidan ustun. Hozir Xitoyning GDP'si Gollandiyaning 20'si. Şu g'arib o'zi qilyapti buni. Xitoy ilaqi tip tishtirib Xitaylar bir gap var, Dazhangfu Ningqu Ningshen deydi. Oğul balı degen baş egip çokunup turalaydı, nöt kelgen tik turalaydı deydi. Aşı çokunup baş egip durup üzünü asli ekildi. Xitaylar bir gap var, biz Uygurlar yetip ölep ketkiçi itip ölep ket deymiz, doğru mu? Xitaylar deydi, itip ölep ketkiçi iştek yaşa deydi. Bir günü sana fırsat geldi deydi. Havsı burulan o deydi. İtip ölep ketkiçi iştek yaşa deydi. Burun padişahlarımı şunda boğan bulanınki. Şunun için bu Xitaylarga muşin derecege ekvetken Amerika başlamçılığındaki Avrupa devletleri. Onundaki Avrupa'dakiler Amerika içi ve WTO kırgandaki Xitaylar Avrupa okyanmışta güldürlep kırgını başladı. İtalyalarda resmi Xitay şehri kurulup gitti. İtalya'nın bunun ayakları, maşin nemeler degen dünya şunda dankıl Amerika'da mı ayarlar bir cüp toplayarsa $100 diye. Xitaylar kırıp o karxanlarını pay çekin setip eğilip ele pırak mallarını çıkarıp bütün İtalya markalarını veyran kılıvetti. Dünyanı veyran kılıp demesmi. Xitay özleri kıldı ya. Özleri kıldı. Hazır asli kelip gay adam tek toluk kep bomdu asliga. Yani ilıkımı şu devlet Amerika'nınki sen devletlerin aktırdıklarına Amerika'nınki şu avam palata olsun ya umumi palata hem palata azalık ulan içinde şunda Xitay için lobicilik kıldığın palata azaları şunda köp. Muş kanunu %100 ötenmeydi. 55% 60% adı kağılı diye Xitay bile soğutuklaydı. Bilay kıtırı. Paydı ba. Nurgay Xitaylar bile şirket var.
Ular parlament a'zolariga pul berdi, ular saylanganda. Biz uchun gap qilsa deb. Belki bular şu şirketler, çünkü o şirketler Xitoylar bilan savdo qildi. Mushu nimalar bilan ketib qolganda endi Amerikaniki Mao prezidentlari Xi Jinpingdek, Putindek buyruq tushirib hammani qilolmaydi bular. To'salg'i bor, Yevropaning to'salg'i bor. Ashundaqlar o'zlari mushtaq qilib qo'ydi. Endi shu asliga akilay deyotdi. Qanchalik bo'ladi ko'ramiz. Shundaq bu maqatimliq Xitoy nima Trumpniki bu qatimliq Xitoy qaratilgan bu qaror qonun loyihasiningki burun bira o'rnak chiqib bo'lib baqqanmi? Boshqalar bo'lsinmi o'tirib qo'yib ijro qilib natijali qilib baqqan ish bo'ldimi yo bu bir yangilik bo'lyapti. Bu degan 2026 2025 12 yilning 31 Avam palataga sunulgan. Bu o'tib bo'lgan. Shunda bo'lsa, shu Donald Trump nurg'un masalaga Xitoy bilan bu ikkisi birlik kelamidi, birlik bayonot e'lon qilinmadi. Ikki davlatning prezidenti bir bo'lganda odatda bunday emas, birlik bayonot demdik. Birleşme bayonot. Birleşme bayonot edi. Birleşme bayonot e'lon qilmadi bu da. Demak, bu ikkisining nimasi nayt qattiq. Xitoy o'zicha chip orqali Amerika besim ishlatman dedi. Bu Amerika İran urushiga sal petib qoldi. Bu Amerikaning bu hisobidan bu İran urushi Amerikaning hisobidan sirtib chiqib ketdi. Bular bir necha kun ichida İran taslim bo'ldi deb u bo'lmadi. Undan keyin Amerika anashga berib 500 aeroplan olsa, ara 200 ni oldi. Xitoy chiqdi. Men 500 ni bo'ldi, 500 ni olay. Sen bizga bo'lgan cheklimini yo'qotla dedi. Onun Trump onu mu dedi? 200 aeroplan alaman dedi. 200 aeroplan ilanmam uqmaydi. Xitoy deganga 500 aeroplan degan hech nima emas, bir o'lkani ichida tugab ketadi. Ammi de nurg'un Amerikaning puchaq Sobin deydi. Asas Xitoy oladi. U degan men besilib ketdi. Uni Xitoyga ammi de, u Xitoy o'zi Amerika qilgan jazosi. Mushlar ketib bordi, ikkisini o'tirdi. Bu hech nima bo'lmadi. Trump berishni burun qanday bo'lsa hozir shundaq. Bu haqlar so'zlar ketib bordi shu Uyg'ur to'g'rilariga nurg'unlar Xitoy to'g'rida anglab so'zlaydi ekan bular to'g'risi. Bo'lib kommunizmni qo'llaydigan Xitoy to'g'ridan anglab so'zlaydi ekan. Hech ish bo'lmadi. Trump berishda oldidan qanday bo'lsa hozir shundaq. Hech yo'q. Tamam. Xitoyninki ben beşinde bitip ketdik. Xitoyning raqobatchi düşman hisobidagi raqobatchi e'lon qilganligi va shuning qara qilganligini deyishdi. Xitoyning ashundaq raqobatchilikninki aniq bo'lib qilishi, ya'ni shuningga jazmlashik sabab bo'lgan asosiy qonunni nima deb tushunish mumkin? Endi Xitoyning bunda eslanib hamma narsa Amerikaning masalan dunyo darajalik birimizga bir tahdid bo'ldi Xitoy. Iqtisod bo'libmi iqtisod. Nurg'un masalan Amerikaningki, shu Afrikaningki, oshaqlardagi butun zavod burun nimalarni nurg'un Xitoy ib ketdi. Janubiy hatta Amerikaning keyindaroq Kuba oshaqlarga kirib ketdi. Hozir Xitoyning undan Xitoy dollarsizlashtirish yo'li qarab mandi. Bu Amerikacha endi o dollarsiz yo'llashtirishda masalanga Rossiya bo'lgan neftni dollarsiz qilyotdi. Bu neft light cho'ng. Undan keyin Hindiston bilanmi ancha-muncha shu bo'lyotdi. Arablarning maylarini Xitoy oladi, olganda xalq puli qilmasaydi. Arab uningga ma'qul da'vatdi, lekin umumiylik ma'qul dillanmadi. Amerika ular bilan to'xtam burun dollar bilan elish to'xtami oyoqlashdi. Oyoqlashganda yangi qonun qurmadi. Arab uni dollarni tashlab Xitoy qilamdi. Qilolmasa Arabning ikki nimadan ansiraydi Arablar. Darrol Xitoylash xalq pulini ishlatish uchun dollarni ishlatmayman desa ikki narsadan araydi. Birinchi xalq puliga ishonchi yo'q. Siz xalq pulini to'plab olgan bilan oz kunda bir hukumat o'zgarish bo'lsa, hammasi hukumat o'zgarish bo'ldi kelsa, u xalq pul nimaga axlatga aylanib ketadi. To'g'rimi? Ikkinchi o podsholar qo'rqidi. Men bu dollarni tashlab qo'yib, xalq puliga o'tib ketsam, men podshohligimni qancha kun qila olayman? Amerika menga qancha kun hayot berdi deb o'ylaydi ular. Bu
Bu Amerika'nın tüp menfaati. Şunun için Amerika çıkıp lekin 3 aviamatkini yasıdı. Aeroplanların bular bütün dünya boyunca yapan GDP'sinin 10%, onun için her bir kuchun intayin kuchaytıvatıdı. Bular boğandaki. O'rta Osiyoga kaldı, intayin O'rta Osiyoning mana yaqin bir so'zlasam Olmutida 300 ming Xitoy bor deydi. Olmuti nima? Nimada? Qozog'istonda yana 80 kilometr keldigan uzun bir Xitoy bazı şehrini silib yutibdi. Muşlarning hammasi Amerikaniki. Bu Qozog'iston Olmutun deganlarcha bular sal chog'lamanglar. Bular Amerikaning strategiyasida cho'ng rol o'ynaydi. Chunki bular bu yerda minerallar bor. Tabiiy boylik mo'l. Shuni ko'zda tutadi. Tamam. İşte qonunni tanishtirib qo'ydim dedim mana. Tamam, şu oldu. Bugünkü mavi yangi chiqqan qonun loyihasininki tafsilotiga qiziqilgan qarindoshlar bo'lsa, Mevlana Yasin Efendi'ninkini taxmin cho'nqurlashtirgan asosda yana boshqa natijalarni xalqimiz sunsanglar taxmin yaxshi bo'ldi birodarlar, qiyin ustozlar. Mevlana Yasin Efendim rahmat. Hamıgaysiz bo'lsa boshqa nima yo'q, boshqa mazmun yo'q. Zaten bu bayatni oldik. Qolganini mushu asosda kuzatish qilamizda endi. Ma'lum qilmoqchi deymiz. Oxirgi savol esa agar mushu qonun loyihasiniki ijro qilinishiga ta'sir ko'rsatadi deb qarasak, ashdaq bir ta'sir ko'rsatish ehtimolligimiz bormi? Bizning qo'limizdan keladimi bu? Keladi desa bu bunda. Biz shu Xitoyninki Amerikaga akildigan ziyonligini Sharq Turkistonninki masalan ashad eng hozir Xitoydagi buni yaqinda bir taklifkani ostida eng cho'ng chip deb 3-4 oy bo'ldi. Topqanligini ostidan qildi. U endi uningdan keyin yana nima qaysi bir o'rmonlikning Sharq Turkistondan dunyo bo'yicha eng cho'ng ko'mir qonunki paydo bo'lganligini e'lon qildi. Bular hammasini shu Xitoydan shu Sharq Turkiston shu ozod bo'lsa Amerika bo'lgan Amerika bilan do'stlik bo'lganligini, bular Xitoyning qo'liga o'tib kelsa Xitoyning qancha kuchaydiganligini, bu Xitoyning kuchayishi qanday qilib g'arb madaniyatiga va dunyo madaniyatiga, Amerika madaniyatiga ta'sir ko'rsatgan to'g'riliq shu bizning qilaligimiz to'xtamay so'zlab tursak bo'ldi. Buni anglamaydi demanglar, anglaydi. Anglamaydi demanglar, anglaydi. Amerikada rasmiy o'yliqi o'zining mushu qatlamdagi bizga o'xshash Uyg'urlarni rasmiy tadqiq qilib, osh orqali minib turadigan nimalar bor, guruhlar bor. Mushlar Amerika hukumatiga berib turdi. Masalan, erkin odiyasida aytayotganki Uyg'ur bilimni, ya'ni Shuhrat O'shur so'zlar aytadi. Buning nomida bir shaxsiylar yordam qildi deydi. Men bunga ishonmayman. Bu hukumatning qo'li bilan Uyg'ur hukumatning qo'li bilan bu amalga boshqadan qo'yildi. Shuning uchun nurg'un narsalar yana boshqadan amalga oshadi. Bizning rolimiz cho'ng, shunda deb ishoninglar. Uyg'urlar nima rolimiz bor deb buni o'zimizning ishni davomlashtirsak, bizning rolimiz bor. Endi o'ylab bitinglar, biz yeng Amerikaga chiqqansiz, Gollandiyaga chiqqanlar hozirga nisbatan aytsak, bizning xalqarodagi obrazimiz, so'zimiz, ovozimiz chiqib ketdi. Hech nima yo'q deb biz Amerikaga kelganda Xitoyda qanchalik osmon yer farqlandi desangiz bo'ldi ovozimiz. Chunki bu bizimki bizning o'sha tirishchanligimiz, Uyg'urlarning tirishchanligi ta'sir ko'rsatyapti. Amerikaning nimasiga, Amerika Uyg'urlarining nimasi cho'qim ta'sir ko'rsatadi. Biz hammamiz Uyg'urlar qilayli. Harakat qilmasak ta'sir bo'lmaydi. Harakat qilsak cho'qim ta'sir bo'ladi. Bo'ldi. Bo'ldi. Salomag'aysiz. Ketdi. Bugun men biroz charchadim. Ammo bugungi temaniqi mulohazamiz qonunning nimasi imkoniyat va ommaboplasht. Qonunni o'qisa xeyli inglizcha o'qigan bo'lsa tushunmaydi. Qonunda biroz bilimingiz bo'lmasa. Shuni ommaboplashtiribdan men mushuni 2 soat, 1,5 soat so'zlayman deb o'zimni qiynalib ketdim.
Yalnız üdem üçüncü kıyınlık dedi. Ya yana ixcham binası boptu. Timi karakteri. Fakat tadqiqatchi qarindoshlarimiz o'qib qolsa, taxmin ish kelsa, yip uchirildi. Bo'ldi, omon bo'ling. Yana bir fursat ko'rishguncha salomat bo'lg'aysiz. Oldu. Bakla. Hoş emsi ben çıkıp kettim. Allah'ım. Muhterem kardeşler, bugün program bir yer kadar oldu. Yaktırıp görürken Allah'a rahmet. Dostlar, tavsiye qilib qo'ysizlar. Ya'ni qo'shimcha taklif, fikr, talablar bo'lsa, inkos rayoniga va yoki bizniki aloqa qilish vasitalarimizga yozsanglar, inshaalloh ta'lim qilishga tirishamiz. Bo'ldi, sizlarni Janob Alloh topshiramiz, aziz vatandoshlar, omon bo'linglar.